Onamning duosi meni o'zgartirdi. 4-qism. Aziz ishxonadan chiqdi. Kun odatdagidek o'tayotgandi. Havo biroz salqin. Shahar odatdagidek shovqin bilan yashab turardi. U sekin turardi. Shoshilmas, chunki endi qayergadir qochmayotgan edi. Lekin kutilmaganda ortidan tanish ovoz eshitildi. Aziz, u to'xtadi. Bu ovozni u darrov tanidi. Sekin orqasiga o'girildi. Eski do'stlaridan biri turardi. Ko'zlarida eski hazil, eski beparvolik, go'yo vaqt umuman o'tmagandek. "Voy, seni topdim-ku", dedi u kulib. Aziz jim qarab turdi. Ichida nimadir qimirlay boshladi. Bu xotiralar edi. "Yo'qolib ketding-ku, uka", dedi do'sti yaqinlashib. "Hech kimga javob bermaysan. Nima bo'ldi o'zi?" Aziz sekin javob berdi. "Hech nima, o'zim bilan band edim." Do'sti kuldi. "O'zing bilasanmi? Biz ham o'zing eding-ku", bu gap ichiga tegdi. Chunki bu rost edi. Ular bir vaqtlar ajralmas, birga kulishgan, birga vaqt o'tkazishgan. Lekin birga pastga tushishga ham "Yur, bugun uchrashamiz", dedi do'sti. "Hamma yig'ilgan, seni kutyapmiz." Aziz jim qoldi. Ichida ikki ovoz paydo bo'ldi. Biri bor, hech narsa bo'lmaydi. Biri esa kecha xolos. Ikkinchisi jim, lekin qat'iy. U o'sha kechani esladi. O'zini topgan lahzani. "Men endi boshqachaman", dedi u ichidan. Do'sti yana gapirdi. "Qarang, bu ham odam kulib ketdi", deb hazillashib aralash. "Bir kecha bilan hech narsa o'zgarmaydi." Aziz ko'zaga tik qaradi va sokin "Bir kecha hammasi o'zgartirdi", do'sti kulib yubordi. "Drama qilma, avvalgidek bo'lib qolaverasan baribir." Bu gap sinov edi. Eng qiyin sinov. Chunki bu gap qo'rqitadi. Agar rostdan ham o'zgara olmasam-chi? Bir lahza Aziz jim turdi. Bu safar u qaradi. Ichiga qaradi va savol berdi. "Men yana o'sha odam bo'lishni xohlaymanmi?" Javob tez keldi. Aniq, qat'iy. "Yo'q", u boshini ko'tardi. "Men qaytmayman." Do'st yuzidagi kulgini yo'qotdi. "Nima? Bizdan uyalyapsanmi endi?" "Yo'q", dedi Aziz. "Men o'zimdan uyalyapman. Avvalgi o'zimdan." Bu gap og'ir edi. Do'st jahl bilan "Mayli, keyin o'zing bilasan. Hamma qaytadi baribir." Aziz sekin bosh chayqadi. "Hamma ham emas." Bu so'z bilan u ichidagi eng katta eshiklardan birini yopdi. Do'st orqasiga o'girildi va ketdi. Aziz esa joyida turib qoldi. Ichida bo'shliq, lekin shu bilan birga yangilik ham bor. Bu safar yo'qotmadi. Bu safar o'zini topdi va saqlab qoldi. U chuqur nafas olib, qo'llari biroz titradi. Chunki bu oson emas, bu kurash edi. Lekin u g'alaba qildi. Hech kim ko'rmagan g'alaba, eng muhim g'alaba. Aziz yana yurish boshladi. Bu safar qadamlarida ishonch bor. Orqasidan hech kim chaqirmadi va tushundi. Ba'zi odamlar endi o'tmishingni ushlab turadi. Ba'zilar seni oldinga qo'yib yuboradi. Sen esa tanlashing kerak. Aziz tanladi va bu safar u to'g'ri tomonni tanladi. Tashqaridan qaraganda Azizning hayoti tartibga tushayotgandek. Ish bor, kun tartibi bor, sokinlik. Lekin ichida hali ham bo'ron tinmagan. Ba'zi kechalar bor, hammasi og'irlashib ketadigan kechalar. O'sha kechalardan biri Aziz xonasida yolg'iz o'tirar, chiroq o'chiq, faqat telefon ekrani yuzini yoritib turardi. Hech narsa qarab o'tmayotgandek. Lekin aslida o'tmishiga qarab o'tirgandi. Xotiralari birin-ketin kelar, kulgu, do'stlar, oson hayot, mas'uliyatsiz, lekin yengil. Shunaqa yomon ham emas edi-ku, dedi ichidan. Shu fikr xavfli, chunki aynan shunday fikrlar odamni orqaga tortadi. Aziz boshini devorga suyadi, ko'zlarini yumdi. Bir lahza ichida yana o'sha eski joylarda edi. O'sha kulgular, o'sha erkinlik va ichida nimadir qattiq tortdi. "Men charchadim", dedi u sekin. Bu gap rost. U charchagan, kurashdan, o'zini majburlashdan, doim to'g'ri bo'lishga urinishdan. Balki biroz dam olsam-chi? Balki bir marta qaytsamchi? Fikrlar kuchayib borar. U telefonni qo'liga oldi va ekranni ochdi. Eski kontaktlar, bir tugma hammasini tugatdi.
qiyinchilik ham, kurash ham hammasi osonlashadi. U raqamni topdi. Barmog'i tugma ostida to'xtadi. Yuragi tez ura boshladi. Bu lahza hammasini hal qiladigan lahza edi. Ichidan bir ovoz dedi: "Bos, hech narsa bo'lmaydi." Bu ovoz tanish, bu eski aziz, lekin boshqa bir ovoz ham bor. Sokin, sekin, lekin chuqur. Yana o'sha joyga qaytasan. Aziz ko'zlarini yumdi, qo'li titradi. U o'zini ko'rdi, ikki xil holatda. Birida yana o'sha eski hayot, kulgu, lekin ichida bo'shliq. Ikkinchisida esa qiyin yo'l, lekin ichida tinchlik. Savol aniq edi. Qaysi og'riqni tanlaysan? Chunki bu safar u tushundi. Og'riqsiz yo'l yo'q, faqat tanlov bor. Aziz chuqur nafas olib ko'zini ochdi va telefonni pastga tushirdi. Barmog'i tugmadan uzoqlashdi. "Yo'q", dedi u qat'iy. "Men yana o'zimni yo'qotmayman." U telefonni o'chirib qo'ydi. Xonada yana sukunat, lekin bu safar sukunat boshqacha. Bu g'alabadan keyingi sukunat. Aziz o'rnidan turdi. Ko'zguga qaradi. Ko'zlari qizargan, lekin ichida kuch bor. "Men hali ham shu yerdaman", dedi u. Bu oddiy gap emas. Bu o'zini yo'qotmagan odamning gapi. U asta derazani ochdi. Sovuq havo. U chuqur nafas olib ichidan his qildi. U bu safar yutdi. Hech kim ko'rmagan jangni, hech kim eshitmagan qarorda, lekin eng muhim joyda, ichida. O'sha kecha Aziz bir narsani tushundi. Eng katta dushman tashqarida emas, u seni ichingda. Va agar sen u yenga olsang, hech kim seni yenga olmaydi. Aziz derazadan tashqariga qaradi. Shahar uxlab yotar, lekin u uyg'oq edi. Faqat ko'zlari emas, ongi ham. Va u sekin: "Men endi qaytmayman." Bu safar bu gap oddiy va'da emas, balki bu qaror edi.